Assalomu alaykum. Mana bu yerda sirkulyasion nasoslar qisqartirilgan holatda, uyda egasiga rasxod qilinmagan holatda qilingan. İşte bu mana bu toklar, sirkulyasion nasoslar har bittasi ham o'ziga yarasha tok rasxod qiladi-da, shuni hisobiga sirkulyasion nasoslar qisqartirilganda ekonom holatida qilingan, xudo xolasa. Mana sistema. Расширительный бак. Bu kondensatsionniy kotyol, Fitzman. Kotyol zo'r ishlayapti, xudo xolasa. Kotyol zo'r ishlayapti. Mana. Bu boiler. Boiler 3 ta sanuzelga letniy rejimda kuniga 6000 so'mdan rasxod qilyapti. Xudo xolasa 1 oycha bo'lib qoldi uстановка qilganimizga. Mana shu 1 oyda ichida kuniga 6000 so'mdan rasxod qilyapti. 300 litrlik boiler. To'g'ri aytishim mumkin, men bu narsalar qimmat bo'lib ketibdi, ko'p. Yo'q, bu narsa aslida mana sirkulyasion nasoslarda aylantiradigan, ishlatadigan tokini rasxodini hisobiga bular xudo xolasa ancha ekonom variantda qilingan. Topli pol, batareyka, radiator hammasiniki.